Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz eshiklarimizni o'rnatib oldik. Bu eshigimiz mehmonxonaning eshigi bo'lib, hozirgi kundagi trendda bo'lib turgan shotlankali modeldagi eshiklarimizdan. Eshiklarimizni nellishniklarni tiyageli yo'ldan qilib berilgan mana 1.6 MDF dan tayyorlangan bu. Eshikning o'zi 0.8 MDF dan, Beli Corona degan MDF dan tayyorlangan. Bunga qo'shimchasiga obkladka ham qo'shib berganmiz. Eshik ko'rinishi yanada bahaybat, hashamdor chiqishi uchun. Eshigimizni sifatini ko'rishingizni ko'raman. Sifati juda ham ideal holatda chiqdi. Bu ya'ni yakka qanot eshigimiz bu mana. Ochilib yopilishiga alohida e'tibor berasizlar. Zamonlari magnit zamon bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli MDF eshiklar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka va ustonovka xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa, chiroyli qilib beramiz.